21 kun davomida bu amaliyotni qilsangiz, sizni hayotingiz katta ehtimol bilan avvalgidek bo'lmasligiga kafolat beraman. Har kuni kamida 2 marta takrorlashingiz kerak bo'ladi. Keyin bo'lsa, o'zgarishlardan o'zingiz ham hayratlanasiz. 21 kun davomida ertalab va kechqurun aynan mana shu so'zlarni takrorlang. Buning uchun bizga suv kerak bo'ladi. Allohim, orzularimni amalga oshirishimga yordam ber. Mening foydamga ish boshlashing uchun ochiqman va men tayyorman. Umid qilamanki, buni belgisi menga albatta keladi. Men xohlardimki, bari men istaganday bo'lsin. Men ochiqman va men tayyorman. Qisqa vaqt ichida bu sizning hayotingizda namoyon bo'ladi.